aka, videoga olyapman. O'tirib Dek kiring mashinaga, maqolsiz. yo'lga to'xtata olmabdi. Direktdan yozsa bo'ladi-yu. Direktdan necha marta yozib ochib qaramasang mendan man 100 ko'p qoldi. To'xtata olma, so'rayapman. Sen reklama qiluvmiding? Ha, qiluvdim. Xo'p, sen reklamingni nima degansan? Rasmni joylasang, o'g'il bola bo'lib, yo atrofingdagi qizlarni chiqazib beradi deganmisan, top beradi deganmisan. Hamma rasmini joyladim, lekin Jizzax, Navoiydan chiqazib beryapti qizlarni. Hozir shu gapingizni noto'g'ri qilib qo'ysam g'alati bo'lib ketmaysizmi, aka? Keyin noto'g'ri qilib qo'ygandan ko'ra. Keltirib beraman, telefonni oling. Mana qara, Telegramga kirib, Sara Matchbot deb yozsang, bizning botimizda chiqadi. Boshqa botlar bilan adashtirib qo'ymagin. Sara Matchbot. Bu yerga kiribsan, o'zingni rasmingni, lokatsiyani tashasang, senga yaqin qizlarni tashab beraveradi shu joyini aniqlab. Mana Toshkent 2 kilometr narida Mobida turibdi, 19 yosh. Ko'rasizmi? Yana bitta misol senga. Alisa 18 yosh, Toshkent 7 kilometr narida. Bitta lokatsiya tashlaysan, chiroyli rasmingni joylaysan, mana shu yerdan cho'tki qizlarni topsang bo'ladi. O'zingga yaqinidan topsang bo'ladi, eng muhimi.